Do'stlar, assalomu alaykum. Namangan shahriga kelganmiz. Bu yerda Toshkent kimyo xalqaro universiteti Namangan filialining qurilish ishlari ketyapti. Bu yerga Eko brendi ostida ishlab chiqarilayotgan tashqi fasad aplisovka g'ishlaridan qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, binoni ushbu g'ishlarimiz chiroyiga yanada chiroy qo'shmoqda. Obyektimiz qurilishlari bu taraf tugadi. Endi xuddi shu binoni qarama-qarshi tarafida yangi obyekt boshlandi. Agarda sizda ham qurilish obyektingiz bo'lsa, biz sizga tashqi fasad aplisovka g'ishlarimizni tavsiya qilamiz. Sababi biz g'ishlarimizga 20 yil kafolat beramiz va binoyingizni chiroyli bo'lishiga yanada yordam beradi.